Hammaga salom. Bugun sizlar bilan juda ham qiziqarli, aynan Turkiyani kim yaxshi ko'rsa, turistki narsalarni sevib iste'mol qilsa, shirinliklarni ularga foydali bo'lgan ma'lumot aytaman. Mana bunaqa turistki keks topib oldim. 300 gram. Yaqinroq qilib ko'rsataman. Qayerdan olganimni video oxirida aytib ketaman. Undan tashqari juda ham ko'p ma'lumotlarni artıq Telegram kanalda berishni boshladim. Telegram kanaliga ulanib olmaganlar, albatta ulanib olinglar. Keyinchalik undan ham ko'proq informatsiya u yoqda bo'ladi. Endi esa buni ochib ko'ramiz. Wow, hidini. Siropli keks menimcha bu. Rosa yumshoq. Qaranglar, kichkina buxanочкаga o'xshayotgan. 300 gram. Umuman ko'rmagandim Toshkentda. Endi buni yeb ko'ramiz. Rosa yumshoq. Yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ustida mana bunaqa mevalar yopishtirilgan ekan. Na слишком shirin, na shirin emas. Haqiqatan mazali keks ekan. Mana ichi o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Narxi 8500. Olgan joyim esa korzinkadan buni topib oldim, lekin hamma korzinkalarda ko'rmagan edim. Buni Tashkent City Mall'dagi korzinkadan topib olganim uchun bir dona qolgan ekan, oldim. Internetda, Instagramlarda hech qayerda ma'lumotini topa olganim yo'q. Agar shunaqa naxotkalar ham sizlarga yana kerak bo'lsa, albatta menga obuna bo'lib qo'yinglar. Ham xursand bo'laman va yaqinda sizlar bilan sayohatga ketamiz. Bye bye.